O'zbek xalqi uchun yana bir kutilmagan yangilik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Suyunchi: O'zbek xalqi uchun yana bir kutilmagan yangilik. Mashhur para yengil atletikachi, Paralimpiya o'yinlari sovrindori Asila Mirziyorova ona bo'ldi. 22 noyabr kuni qiz farzand dunyoga keltirganini o'zining ijtimoiy tarmoqlari orqali ma'lum qildi. Asila bu xursandchilikni quyidagi so'zlar bilan ulashdi. Oilamizga yangi chempionka keldi. 22/11/2025. Uning ushbu samimiy e'loni sport jamoatchiligi hamda muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Paralimpiya chempioni bo'lgan sportchimizga jamiyat vakillari, sportchilar va oddiy fuqarolar tomonidan baxt, sog'lik va uzoq umr tilaklari bildirilmoqda. Asila Mirziyorova nafaqat sportda, balki hayotda ham haqiqiy chempion ekanini yana bir bora isbotlay oldi. Yaqindagina u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida uning har doim yonida chempion bo'lguniga qadar qo'llab-quvvatlagan hamda doimo yonida bo'lgan ukasining baxt oqshomida unga uy sovg'a qilganligi haqida turmush o'rtog'i bilan birgalikda e'lon qilgan edi.